Aka, mana sborkalarning yonib turishini qarang. Bilaman, bu vaziyatda shu ikkitasidan bittasini tanlashga siz ham juda ham qiynalgan bo'lardingiz. Mana buni qarang, ikkalasi ham olov bo'lib turibdi. Xo'p, birinchi sborkamizda Intel protsessor asosida yig'ilgan, ya'ni Inteldan Ultra 7 265K 32 GB 6400 MHz operativ xotira, 2 TB SSD, RTX 5070 Ti 16 GB video karta qo'yilgan keysimiz bo'lsa, ko'rishingiz mumkin, Terseri akvarium keysiga bu sborkamiz yig'ilgan. Ikkinchi sborkamizga keladigan bo'lsa, xo'p, bunisi Ryzen protsessor asosida yig'ilgan, ya'ni Ryzen 7 7800X3 da 32 GB 6000 MHz operativ xotira, 1 TB SSD NVMe, RTX 5060 Ti 16 GB video karta keysimizga keladigan bo'lsa, Game Max shunaqa akkuratni chiroyli keysiga yig'ilgan. Kommentariyada o'zingizni fikringizni qoldiring. Agar siz Intel protsessor asosida yig'ilgan key sborkamizni tanlaydigan bo'lsangiz, bir raqamini qoldirasiz. Agar Ryzen protsessor asosida yig'ilgan key sborkamizni tanlaydigan bo'lsangiz, 2 raqamini qoldirasiz.